Ta'lim-tarbiya nafaqat bugun, balki barcha davrlarda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan masaladir. Chunki yoshlar har qanday davlatning ertangi kunini hal qiluvchi asosiy kuchlardir. Bugungi qahramonlarimiz ham ilmda, ham irodada tengsiz ekanliklarini isbotlab kelishmoqda. Xususan, Xo'jobod tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining yutuqlari ko'zni quvontiryapti. Bitta fandan sertifikat olish bu muvaffaqiyat, 5 ta fandan eng yuqori natijani qayd etish esa haqiqiy jasoratdir. Matematikaning aniq mantiqi, ona tilining nafis jozibasi, tarixning sirli sahifalari va xorijiy tillarning keng imkoniyatlari. Bu shunchaki qog'oz emas, bu uyqusiz tunlar, minglab yechilgan masalalar va tinimsiz izlanishning mevasidir. Bu maktabga topshirayotganda ikkilanganman, xato qilmadimmikin deb, lekin keyinchalik ko'rib bordim. Bu maktab ancha farq qiladi. Kuchli ustozlar, yaxshi metodika, darslarni olib borishlari va boshqa taraflardan ham yaxshiligi tufayli hozirgacha bizga yoqib keladi. Bu maktab menga ko'proq bilim olishga undadi. Muhit ham katta rol o'ynaydi insonni rivojlanishi uchun. Atrofidagi odamlar bilimli bo'lsa, u inson tez yuksaladi. Agar atrofidagi odamlar uni orqaga tortsa, u inson maqsadlariga erishish yo'lida sal oqsaydi. Shuningdek, bu maktab menga yaxshi taassurot qoldirdi va bu maktabda kuchli ustozlar va kuchli o'quvchilar borligi sababli atrofimda ular bilan birga shug'ullanishlari olib borib, hamma o'quvchilar o'ziga yetarli bo'lgan sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Shuningdek, o'zim ham matematika, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha maksimal ballni to'pladim. Bu ballni to'plashimda menga ustozlarim yordam berdi. Hozirda men ham boshqa do'stlarim kabi sertifikatlardan 100% natijalar ko'rsatib, davlat OTMlariga muddatdan avval 100% grant asosida o'qishga qabul qilinganmiz. Bunga asosiy yutuq erishishimizga sabab biz birinchi o'rinda ustozlarimizni yordamlari va do'stlarimizni qo'llab-quvvatlashi deb bilaman. Muhitni ta'siri bo'ladimi? O'ylashimcha, muhitni biroz ta'siri bo'ladi. Atrofingizdagi odamlarga qarab o'zingiz xulosa chiqarasiz. Bu maktabda hamma doim eng cho'qqiga chiqish uchun doim intilib kelaveradi. Shuning uchun ancha farq bor. Sertifikat siz uchun majburiyatmidi yoki o'zingiz uchun bir qanotmi? Yo'q, sertifikat men uchun majburiyat emas. Bizdan oldingi bitiruvchilar ham juda ko'p sertifikatlarga ega bo'lishgan va ularning natijalarini ko'rib, men ham o'zim ilhomlanganman va men ham o'sha yoshligimdan niyat qilib kelganman. Men ham shu sertifikatlarga erishaman, lekin sertifikat bu bizning asosiy cho'qqi emas. Bu bizning yo'limizdagi bir balandlik xolos. Biz ulardan ham yuqoriroqqa ko'tarishga harakat qilyapmiz. Hozir shuncha natijaga erishgan bo'lsak ham yanada o'qishga oldinga intilyapmiz. Qanaqa darajalarga erishdingiz? Hozir ingliz tilidan C1 B2 darajamiz bor, fizikadan A, matematika, ona tili, tarix deyarli hamma fandan sertifikatlarimiz 100% natijaga erishgan. Qaysi darajalarda qo'lga kiritdingiz sertifikatlarni? Matematikadan A daraja, fizikadan ham A daraja. Ona tili, tarix C. 189 ball yig'ib, oliy ta'lim muassasalariga oldindan grant hisobida o'qishga kirishga erishdim. Maqsadlaringiz qanaqa? Hozir yo'nalishim matematika, fizika. O'zi kiber xavfsizlik sohasini tanladim. Toshkent axborot texnologiyalar universitetining kiber xavfsizlik sohasi yoki Islom akademiyasini axborot xavfsizligi yo'nalishini tavsiya qildi. Hozir shu uchala universitetni tanlab turibman. Kelajakda kelmoqchi bo'ldim. 2026-yil bo'yicha umumiy dunyo bo'yicha 2 milliondan oshiq mutaxassis kerak bo'lyapti. Yetishmovchilik kuzatilyapti kiber xavfsizlik yo'nalishida. Bu doimiy bo'ladi demak. Doimiy bo'ladi, kelajagi borsa. Cho'qqiga yetganingizdan keyin yana baribir yana ham balandga intilgingiz kelib qoladi o'zi. Masalan, sertifikatlar olib bo'lgandan keyin endi yana boshqacha bir sertifikatlarni qo'lga kiritgim kelyapti. Masalan, birinchi hozir xalqaro darajadagi IELTSni qo'lga kiritgan bo'lsam, endi yana ham kuchliroqni xohlayapman, harakat qilyapman. Xalqaro sertifikatlardan IELTSga va milliy sertifikatlardan ona tili, tarix va matematika fanlaridan sertifikatlarga ega bo'ldim. Yo'nalishingiz qaysi sohada davom ettirmoqchisiz faoliyatingiz?
hozirda bu sertifikatlar bilan O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga kirmoqchiman va tarjimonlik nazariyasi va amaliyoti yo'nalishida konferensiya tarjimoni bo'lib o'z faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Ustozlarni sertifikatga va bilim berishdagi to'g'ri yo'nalishda olib borgani bizni barchamizni sertifikatdan yuqori natijalar olishimizga sabab bo'ldi. Bu sertifikatlarni qo'lga kiritish menga maqsadlarim uchun bir qadam bo'ldi deb ayta olaman. Sertifikat olish bu o'zingizda misol uchun bilim bo'lsa, bilim potensialingiz bo'lsa, qiyin narsa emas. Biz shu 8-sinfdan boshlab tayyorlanib kelib, shu 11-sinfning o'zida hamma sertifikatlarni oldik. Undan oldinroq olinganlari ham bor, lekin asosan bilim. Endi bu sertifikatga kelsak, sertifikat bu universitetga kirishimizga bizga katta yordam beradi. Biz shu asosiy e'tiborimizni bilim olishga qaratganmiz. Bilim bo'lsa, sertifikat olish oson bo'ladi. Har bir fanni o'rganganimiz sari uni qiyinchiliklari kelib chiqaveradi. Yangi mavzuni tugatib mukammal o'rgansak, uni ortida yana bitta yashiringan mavzu, yashiringan sirsini kelib chiqadi. Bilimni chegarasi yo'q. Shu sababli to beshikdan to qabrgacha ilm izlagandek, ilm olishdan to'xtamasligimiz zarur. Bilimsiz bo'lib yashash qandayligini to'g'ri tasavvur qila olmayman. Bilimli odamlarning dunyoqarashi ancha keng bo'ladi va boshqalarga nisbatan dunyoni boshqacharoq va go'zalroq, ijobiyroq ko'radi. O'rganganlarimiz bizga bugun foyda bermasa ham, kelajakda bir kun aniq foydasi tegadi. Sertifikatlar dunyoqarashimni tubdan o'zgartirdi desam ham bo'ladi. Masalan, bu yerda faqat bilim olish ketmaydi. Ona tilidan tayyorlanish bo'yicha badiiy asarlar o'qidik va o'zimizga xulosalar chiqardik. Demak, mana bu qahramon ne qilganda, demak, yomon bo'lar ekan. Demak, biz bu xatoga kelajakda yo'l qo'ymasligimiz kerak dedim. Tahlil qildik. Yoki IELTSga tayyorlanish jarayonida xalqaro bilimlarni reading o'qishda, artikellar o'qish davomida dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar, oldin qanaqa bo'lgan, hozir qanday o'zgarishlar bo'lgan yoki tarixdan, hammasidan o'rganib dunyoqarashimiz yana ham kengaydi va kelajakda tarixda bo'lgan xatolarni qilmasdan ularni yaxshiroq tarafga o'zgartirishga intilishga turtki bo'ldi bu sertifikatlar. Qiyin kechdimi jarayonlar, masalan, birini olib bo'lgandan keyin ikkinchisini boshlash, ikkinchisini tugatgandan keyin uchinchisini boshlash, qanaqadir o'zingizni zerikib qolish, hammasidan voz kechish degan bir holatlar bo'ldimi? Bu holat ko'p bo'lib turadi menda. Sertifikatlardan ham yiqilgan paytlarimiz bo'lgan. Yiqilib qayta o'qib, tayyorlanib, oxiri maksimal darajaga yetib sertifikatlarni oldik. Asha sertifikat darajamiz past chiqqanda bizda o'zimizda haligi nima deydi, ko'ngil sovishi bo'ladi. Asha o'qishga bo'lgan ishtiyoq pasayadi. Lekin bizni shu ustozlarning bergan motivatsiyasi, bizga bergan bilimlari hali taskin beradi. Shu bilan biz yana o'z ustimizda ishlab turib, yana qayta sertifikatga topshirib, barchamiz o'zimizga yetarli darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritdik. Eng kuchli motivatsiyani kim beradi shunaqa paytlarda? Onam beradi bunaqa paytda. Shu sertifikatlarda natijalarim past chiqqan paytda, juda xafa bo'lgan paytimda, "Yo, bo'ldi, sen bu bilan to'xtatib qo'yaver, keyinchalik yana ko'tarib olasan" demagan. Hozir yaxshilab ko'tarib ol. Keyin sen o'zing ustingda yana boshqa bir kasbda, yo'nalishda o'zingni sinab ko'rishing mumkin, lekin hozir buni yarim yo'lda tashlamasdan oxirigacha olib borishing kerak deb aytadi. Oilada otam ham, onam ham, shu qatori opam ham menga juda katta yordam berib turadi, dalda berib turishadi. Ular bilmagan joylarimda menga albatta yordam berishadi. Ikkilanayotgan joylarimga menga to'g'ri qaror qabul qilishga yordam berishadi. Doimo qo'llab-quvvatlab turishadi, fikrimga doim qo'shilishadi. Kitob o'qib turasizmi, masalan, fanlarga oid kitoblardan tashqari? Ko'pincha o'zimiz badiiy adabiyotlardan tarixiy janrdagilar va detektiv janrdagilarga qiziqaman. Fanga oid kitoblar bilan badiiy kitoblarni inson ongiga, tafakkuriga ta'siri qanaqa? Dunyoqarashni kengaytirish uchun men badiiy kitoblarni ko'proq tavsiya qilaman. Badiiy kitoblarning ichidagi voqealar rivoji, ularda ta'sirlangan har bir voqealar shu yozuvchining dunyoqarashini sizga batafsil tushuntirib beradi va siz dunyoqarashingizni ancha kengaytirishga yordam beradi. Fandagi kitoblar sizga bilim beradi, lekin dunyoqarashingizga unchalik ta'sir qilmaydi. Shu sababli badiiy kitobni o'qib turish kerak. Kitob o'qib turasizmi?
Kitob o'qib turaman. Hozirda men ilmiy ommabop kitoblar, shaxsiy rivojlanish kitoblar, masalan, Atom odatlar kitobini tavsiya qilishim mumkin. Unda aytilganki, kichik o'zgarishlar katta natijalarga olib keladi. Sizga mana shu atom odatlarda yuqib qolgan odat qaysi bo'lyapti? Hozirda bironta fan sertifikatida buni qilib ko'rmadim, lekin dasturlashtirishni o'rganayotganimda har kuni yangi narsani o'rganib boryapman. Biron kun bo'sh qolib ketmadim yoki mana o'rganmay qo'ymadim. Toma ko'l bo'lur degandek, xuddi shunday bironta narsani har kuni o'rganib ketyapman. Demak, har kuni bitta yangi narsani o'rganish kerakligini hayotingizga tatbiq etib ketyapsiz. Ha, albatta. Bu sizga nima beryapti? Bu menga Haqiqatda ekanmi, masalan, to'g'ri aytilgan ekanmi? to'g'ri aytilgan ekan. Masalan, bironta muvaffaqiyatga erishish uchun ham oxiriga kelganda qattiq harakat qilishadi. Ko'pinchasi ungacha umuman ishi bo'lishmaydi. Bironta fanda qattiq tayyorlanishmaydi. Shuning uchun ham boshidan bu masalan 1 yil bo'ladimi, unga 2 yil qoladimi, masalan 6 oy yoki 3 oy qoladimi, baribir boshidan boshlab tayyorlanish kerak. Oilada kimlar qo'llab-quvvatlaydi? Muvaffaqiyatsizlikka erishganda sertifikat darajalarimiz past chiqqanda tushkunlikka tushib bo'lgan, ammo shu uydagi bobom va buvim, maktabdagi ustozlarim menga bergan motivatsiyasi va to'g'ri yo'nalishlar orqali qayta topshirib, yaxshi ballarni egalladik. Ota-onam qo'llab-quvvatlaydi. Ustozlaringiz-chi? Ustozlarim ham albatta qo'llab-quvvatlaydi. Shu natijaga erishishimda katta turtki bo'lgan. Ularni ko'rib, men ham shulardaqa bo'lishim mumkin va ulardaqa bo'laman degan fikrlar kelgan. Masalan, yoki natijalarim past chiqqan paytda ular doim qo'llab-quvvatlashgan, ruhlantirishgan, meni motivatsiya berishgan. Tushkunlikka tushganimda o'z yo'limni topishimga chiroq bo'lib xizmat qilishgan. Agar inkor etilsa sertifikatlar siz bilan nima qoladi va bu holatda qanaqa yo'l tutgan bo'larsiz? Avval aytganimdek, sertifikat birinchi darajali emas, undan oldin bilim turadi. Insonda bilim bo'lsa, har qanday holatdagi sertifikat boshqacha bo'ladimi, unga o'sha yo'li, hali strukturasini o'rganib qo'ysa bo'ladi. Asosiy bilim bo'ladi. Agar sertifikatlar yo'qolib ketsa ham, menda o'zim bilan birga olgan bilimlarim qoladi. Sertifikat olish uchun albatta biz o'qiganmiz, bilim olganmiz va u bilimimiz hech qayerga yo'qolib qolmaydi. Albatta buni ustida ishlab tursak, biz buni doimiy ishlab turamiz. Shu sababli sertifikatlar yo'q bo'lib ketsa ham hech narsadan qo'rqmaymiz. O'z bilimimiz bilan imtihonlarga kirib, bemalol 100% natija ko'rsatib chiqamiz. Sertifikat bu universitetga kelib olish uchun bir qadam desak bo'ladi. Ilmsiz deyarli hech nimaga erishib bo'lmaydi. Minnatdorchilik bildirish kerak bo'lsa, kimga minnatdorchilik bildirgan bo'larsiz? Albatta birinchi bo'lib ota-onamga va prezidentimizga ham o'z minnatdorchiligimni bildirardim. Shunaqa har doim yaxshi sharoitlar yaratib, bizni o'qishimizda mana prezident maktablar, ijod maktablari, ixtisoslashgan maktablarni bizga bilim olish uchun ochib qo'ydi. Bu uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Bundan tashqari ustozlarimga o'z minnatdorchiliklarimni bildiraman. Avvalambor ota-onamga, keyin meni ko'plab quvvatlaydigan bobom va buvim bo'ladi. Undan so'ng ustozlarim bergan bilimlari va ruhlantirishlari orqali shu darajaga erishdim. Men shu yo'lda sinf rahbarimga, matematika ustozim Yo'ldashev Elyorbekka, ingliz tili ustozim va boshqa fanlardan ham ona tili, tarix ustozlarimga minnatdorchilik bildirgan bo'lardim. Ular menga bilimlar berishi orqali men shu yo'nalishda shu darajaga erishdim. Avvalambor ota-onamga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Ular doim meni har sohada qo'llab-quvvatlab kelishgan. Shu qatorda ustozlarim, fizik ustozim Gulazan Abdullayevna, Gulnoza Hoshimjonovna, Sherzodbek Qozoqov domlamiz, matematika o'qituvchilarimiz Sharif ustozimiz, Fayzullo domlamiz, Elyor domlamiz, ingliz ustozlaridan Lolaxon G'ofurova ustozimiz, Zulxomar Soyibjonov ustozlarimiz, ularning barchasiga juda katta tashakkurlar aytamiz. Ular bizga juda katta keng imkoniyatlar yaratib berishdi va bizga bilim berishdi. Eng avvalo ota-onamga minnatdorchilik bildiraman, chunki ular menga shart-sharoitlar yaratib berishdi. O'qishim uchun ko'p narsalar qilib berishdi.
Keyin ikkinchi o'rinda men ustozim, fizika fan o'qituvchim Ibrohim va Gulnoza Hoshimjonovnaga katta rahmat aytaman. Chunki birgina fizika fanini o'rgatib bila qolmay, men haligi bironta muvaffaqiyatsizlikka erishganimda ham menga motivatsiya berib, o'rnimdan turg'izishga yordam berib, yana shu bilimlarga qaytish, ilm o'rganishga qaytardi. Shularga katta rahmat aytib qolaman. Bugun milliy sertifikat sohibiga aylangan bu yoshlar ertangi kunning buyuk olimlari, muhandislari va rahbarlaridir. Ular isbotladiki, intilish bor joyda imkonsizning o'zi yo'q. O'zbekistonning intellektual salohiyati siz kabi yoshlar qo'lida yanada yuksalaveradi.